Bemorlar qaysi bir kasallikdan tuzalolmay yurishlariga yana bitta sabab bor. U sabab shuki, organizmning quvvati, ya'ni immunitet. Mana shu immunitet nima sababdan insonda ko'tarilmayapti? Immunitet nima sababdan insonda pasayib qolgan degan o'sha kasallikni sababini topilmaguncha bemorni dori-darmon bilan sog'aytirib bo'lmaydi. Siz bilasiz, mashinani g'ildiragi bor. Ana shu g'ildiragini ichiga dam solingan. O'sha dam bu bosim oqibatida g'ildirakni ko'tarib turadi. Bosim. Shu balon teshilib qolsa, bosim kamayib ketsa, diskka haligi g'ildirak temiri yerga borib qadaladida, oqibatda mashina yaxshi yurmay qoladi. Mana shu bosimni kamayib qolishiga teshik sabab ekan. Biz teshikni yamamasaylik, ichidagi bosim kamayib qolaveradi-da. Xuddi shu singari insonni ichidagi vujudini quvvati kamayib qolishiga sabab bo'lgan narsani topmasaylik, yana o'sha immunitet, organizmning quvvati o'zidan o'zi pasayib qolaveradi. Ming uni dori-darmon beramizmi, unga giyohlar ichiramizmi, kuchli ovqat yediramizmi, uni quvvati tushib ketaveradi. O'sha balonni yamaganimiz singari uni quvvatini tushirib yuborayotgan sababni bartaraf qilsaylik, biz bemorni vujudi quvvati ortib, organizm o'zini o'zi sog'aytirishiga imkoniyat yaratgan bo'lamiz. Ko'p holatlarda mana shu bemorni ichidagi immuniteti tushib ketishiga nima sabab bo'ldi deb sababini topishmaydi, unga dori-darmon berishaveradi yoki giyoh berishaveradi yoki o'qitishadi, tuzalmavergandagi har narsa qilishaveradi. Oqibatda bemor qiynalib yuradi, bemor bilan birgalikda bemorni oila a'zolari ham qiynalib yurishaveradi. O'sha uni ichidagi quvvatini tushirib yuborayotgan bir nechta sabablari bor. O'sha immunitetini pasaytirib yuboradigan. O'shani biz Ahmadjon Hasanov tibbiy psixologik markazida bemorlar bilan birgalikda o'shani topamizda, o'shani bartaraf qilganimizdan keyin tez orada organizm o'zini quvvatini o'zi tiklab oladi. Ular soppa-sog' bo'lib ketishadi. Ana shu biz kasallikni sababi deganda shu narsalarni ham nazarda tutamiz. Agar kimdir mana shunday bir kasallikdan sog'aya olmasdan organizmi kuchsizlanib, surunkali kasal bo'lib yurgan bo'lsa, shu videoni o'sha odamlarga tashib qo'yishingiz mumkin yoki shu ma'lumot sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, o'sha burchakda serdichka deymiz, like deganida o'shani shunday bosib qo'ysangiz ham yaxshi bo'ladi.